Aytalmagan sırlar sirpetti. Abdori Abduvali Ayub. 2017 yılı 6. ayının 4. günü tün nisbi vaqti idi. Qaysariga joylashgan Uyg'ur mahallasida jiddiyleşken kishilar mashinalarga yuk taqalarini tengishga boshladi. Kichik bolalarning yig'isi, cho'nglarning chaqirishlari, yig'ilishib duo qilishlar qisqil davomlashgandan keyin mahalla burunqidek jimib ketdi. Xuddi hech ish bo'lmagandek tong otganda ketganlarni paylab turgandekla yeng kelganlar quruq uylarga o'rinlashdi. Hech kim nim bo'lganligini surishti qilmadi. Saqchilar bu kecha uxlab qolgan bo'lib, ular yuz bergan hamma ishdan bexabar bo'lib chiqdi. Shu kecha yo'lga chiqqanlar Turkiya Suriya chegarasidan bixraman o'tib, mujohidlarga qo'shilib ketdi. Bularning ichida Qaysariyadagi Uyg'urlardan jihadga atlanganlar 60 atrofida bo'lib, İstanbuldan ve başka şehirlerden bulup cemi qancha Uyg'urning shu kechasi Suriya ketganligi aniq emas. Faqat mening to'naydiganimlar Korli shahridan bir oila, G'uljidan 2 oila, Xotandan 5 oila bor. Qayerdan ekanligini unutib qoptiman. Ammo men hayitlik tarqatganda diqqatimni tortgan bir singlimizning 40 kunlik bo'lgan bolasini elib ketganligini bilaman. Men qarindoshlar jihadga atlanishdan burunqi shu kunlarda Qaysariga 2 qatim borgan. Birinchi qatim borganimda ko'rgan va o'ylaganlarimni o'qimaslik gunoh degan yozmada bayon qildim. Ikkinchi qatim borganimda ko'rganlarimni 9 yoshlik ayollar degan mavzuda ayon qildim. Ikkila yozmam jihad ibodatini inkor qildi, dinga hujum qildi, mujohidlarga qarshi chiqdi. Dinning hukmlarini masxara qildi degan tuhmatlarning bombardimoniga duch keldi. Men cho'ng bo'lganda mujohid bo'laman degan o'g'illarni 2017-yili 4-iyuldan keyin Qoro'da qayta ko'ra olmadim. Men er kishi gap qilmayman. Ayol kishining ovozi avrat degan 9-10 yoshli qizlarni shu zulmatlik kechasi yuttirib qo'ydim. Bugun, ya'ni 2019-yili 6-avgust ularning biridan xabar keldi. Shu kecha jihadga mangan qarindoshlarimizning ichidagi erlar asosiy jihatdan qirilib, ayollar va bolalarning saq qolganlari asirga tushibdi. Avatilgan rasmdan qarasam, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining chedirlarida turayotganligi aniq. Qutqizish uchun Uyg'urcha murojaatnoma e'lon qilgan qarindishimiz o'zining Muhayyam degan yerda PKK kafirlarining qo'liga asirga tushib qolganligini yozdi. U o'zining din uchun Alloh yo'lida hijrat qilib chiqqanligini yozdi. Shu qurlardan o'ylanib qoldim. Xitoy zulmidan qutularimiz deb chiqqan. Xitoy tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarish uchun mashq qilayli, harbiy ta'lim olayli deb chiqqan. Xitoy zulmidan qutulib hurlik uchun kurash qilayli deb chiqqan. Deyilmagan bu Uyg'ur bag'irlarimiz qarab, meni jihadni inkor qildi deb tahdidlar solgan. Og'izdan nijosat eqitib, haqorat qilganlarni o'ylab qoldim. Bu singlimizga hijrat, jihad tashviqotini qilganlar shundoq kishilar edi. Bugun bu Uyg'urimizni yot tuproqlarda sarsang qilgan, jon tumshiqqa kelgandimi, o'zini asir olgan kurt qurolliq kuchlarini kofirlarning kofiri qilib tillab, o'zini yurt makonlaridan haydab chiqargan Xitoy kommunist kofirlarni dushman tutishni xiyoliga keltirib qo'ymagan ideya dal shu Uyg'ur deganlarni qavmparas, hurlik deganlarni g'arbparas, vatan deganlarni vatanparas deb tabliq qildigan oshqun ustozlarning to'pisi. Muhayyam degan yerda BDT lagerlarida turib etibmi, insonlarni kofir va musulmon deb ikkila turga ayirib tushundigan. Millat, vatan, hurlik degan tushunchalarni rad qiladigan qarindoshlarimizning ahvoli haqiqatan xatarlik. Ularning ichida Ehson Erkinga o'xshash aldab ketilgan narsiydi bolalarim bor. 10 yoshda turibmi mahramsiz yurmaslik, dinning hukmini ijro qilish uchun to'y qilib, tug'utda o'lib ketgan qizlarim bor. Onaga tamoq, bo'g'iga ozuqliq yetishmay qiynalayotganlar bor. Aytman deb aytolmagan sirlar nurg'un. Qarindoshlarimizni xoruzor qilgan bugungi Suriya savdosi tunugungi Afg'oniston ishtiyoqining davomi. Bugungi jihad shaydoligi atiki xalqaro terrorizmchi qalpiqining, qurbonligining tayyorligidir. Biz doim Xitoyning, Rossiyaning bizni besib olib xarob qilganligi,
tozaq qurib aldab ketganligini mag'lubiyatning sabablari deyishga amroq. Ammo bizni Alloh nomida aldab kelayotgan o'limga, xo'rliqqa, ahonatlik taqdirga, tugumas kulpatga boshlab ketayotgan o'zimizdan bo'lgan mal'unlikning bir sabab ekanligi doim bir sir bo'lib qoladi. Aytolmagan sirlar ichida bizni izchil xo'ritib, hol sirtib, ichimizdan chirtib, xarob qilayotgan negizlik sir bu. 2019 yil 8 oyning 7 kuni.